Assalomu alaykum akalar, sizlar charchamabsizlarmi? Bugun sizlarga seryozni ishimizdan ko'rsataman. Shitticha ko'rishlaring mumkin. Bu shittichini tushuntirib o'tkazaman. Gilamliga 100 avtomat qo'yilgan, pускatellar ham 100 amperdan. Reverse bu puskatellar ikkalasi ham. Motor o'ngga chapga aylanadi. Bir-birini blokrovka qilingan. Bunisi ishlab turganda bu qo'shib yubormaydi, knopkasini bosganda. Motor ulanadigan kilimni qo'yilgan, tayyor qilib, olib borib shunday 3 baza bilan motorni kabelini shunday ulaydi, ishlayveradi. Knopkasi bu. Knopkasini hali ulaganim yo'q. Kabel chiqarib qo'yganman 4.1.5 dan. Qayga desa knopkasini olib borib qo'yib beramiz. Kimga shunaqa shit xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Kanalimizda nomerlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.